Yerga kir, qo'lingni orqaga qir, qaltis harakat qilma. Shunday devorgami? Uni aytganini qilishim kerak. Biz rasman bir xonaga qamaldik Nolan bilan. Ishlar qalay? Juda yomon. Asosan men, Nolan, komandadagi bolalar hammamiz rozi bo'ldik 50 soatga qamalishga. Ishlar qalay bolalar? Xuddi uyimdadekman. Bizga aynan mahbuslar kabi muomala qilinadi. Mayli biz qamoqxona ovqatlarini yeymiz. Biz qamoqxonani yuvishimiz va tozalashimiz kerak. Atrofdagi hamma ruhiy hujum ostida mahbus bo'lish nimaligini anglashimiz kerak. Umid qilamanki hamma tayyor. Birinchidan men yotgan krovat juda ham noqulay. Nimagadir o'rnasha olmayapman. Ey, oyog'ingni ol meni joyimdan. Yana 49 soat 55 minut vaqt qoldi, lekin hozir o'z yeriki bo'ldi. Keling, hojat haqida gaplashamiz. Nima deb o'ylaysiz? Yolg'on gapirmayman. Meniki sariq rangda. Ha, aynan shuni gapirmoqchi edim. Keling, endi tualet haqida gaplashib bo'ldik. Suvni mazasini tatib ko'ramiz. Bu nima edi? Ana ularni qara. Bu suvni ichgandan ko'ra o'lganim yaxshi. Familiya aytinglar. Doyle. Bu qanaqa familiya? Men fransuz kanadalikman. Meni familiyammi? Ha. Ajdarxo. Men keta qolay. Ajdarxoga o'xshaydi siz yuzingiz. Men hali sizlarga qaytaman bolalar. Hoy, buni men emas, u qildi. Men sizlardan qo'rqmayman, bizni olib keting uni ham. Chiroqni o'chir. Biz uxlashimiz kerakmi? Chiroqni o'chir. Yoting joyingizga. Men bugun bu qamoqxonada tunab qolaman, lekin menga adyol berishdi, uni hatto yerga ham solmagan bo'lardim. Iltimos, mana shu joyda videoni pauza qilib, like va obuna bo'lib qo'ying. Yaqinda 100 ga bo'lish niyatidamiz. Qissangizni qo'shib qo'yasiz. Oldindan rahmat. Soat kechasi 3. Har doim kechasi yarim tunda mahbuslarni tekshirish uchun qo'riqchilar ulardan laqablarini so'rab chiqishga majbur ekan. Laqabingizni ayting. Ismingizni ayting. No. Sizlarning ismingiz nima? Jimmy. Nolan. Boshingni urib oldingmi? Yaxshidam bo'ling qizlar, ertalab ko'rishguncha. Uyg'oning qizlar, 5 minut vaqt. Tur, chiqa qol. Hozir meni turishimdan kechasi yuk mashinasi urib borganga o'xshaydi. Mencha yurish qiyin bo'lmasa, Mana bu yerga orqamachasi tur. haqiqatan ham nimadir qoidani buzgan odamdek his qilyapman o'zimni. Ha, mayli. Boshxonami? Bu nima? Ovqat. Ha, mayli. Qamoqxonada birinchi marta ovqatlanishim. Yomon emas, 10 ball ishkarada 4 baho beraman. Xursand bo'lib qo'lni ko'taramiz, chunki hozir qamoq kamerasida emasmiz. U jinniroq. Men kecha kechqurun uxlay olmadim, shuning uchun qo'l ko'tarishga arzimaydi. Biz xonalarimizga qaytyapmiz. Qiziqarli bo'ldi. Cho'milish vaqti. Rezina perchatka nimaga kerak? Chiqsa hammasini ko'rsataman. Men hech qachon qamoqxonada cho'milmaganman. Sochiq ichki kiyim, ko'ylak va sovun 10 daqiqa vaqting bor. Ular cho'milishimizga ruxsat berishdi, lekin issiq suv yo'q. Menimcha bu haqiqatan ham qiynash. Tingizni yuving. Bu qanaqa tish tozalagich? Bu zajgalkaga o'xshaydi. Bunda qanaqa qilib tishimni tozalayman? Qanday tishimni tozalay? Bundan tishim tozaroq-ku.